Quyosh paneli minus taraflari bormi? Quyosh paneli minus taraflari narxida qimmatligi, o'zini oqlash muddati uzunligi. Quyosh panel joy tanlaydimi, ya'ni tomga yoki yerga o'rnatsa? Yo'q, umuman tanlamaydi, lekin o'rnatilayotganda yon atrofdan keladigan soya tushadigan daraxtmi yoki binomi bo'lsa, o'shanga moslab turib o'rnatish tavsiya beramiz. O'zim quyosh panelini sotib olib o'rnatsam bo'ladimi? O'zingiz o'rnatsangiz bo'ladi, faqatgina bu narsadan, bu sohadan tajribangiz bo'lsa maslahat beramiz. Tajribangiz bo'lmaydigan bo'lsa, unda tavsiya bermaymiz, chunki unga o'ziga kerakli jihozlari bor. O'ziga kerakli jihozlarni ishlatilmasa, bu zararlar olib kelishi mumkin. 1 kilovat quyosh stansiyasi nechta dona panel ketadi? 1 kilovat uchun hozirgi kundagi panellar bilan hisoblaydigan bo'lsak, ikkita panel sal 1 kilovatdan oshadi. 1 kilovat quyosh stansiyasini o'rnatishim uchun xarajatlarimni hisoblab bera olasizmi? O'rnatib berish xizmati bilan bo'ladigan bo'lsa, o'rtacha kichkina kilovat, ya'ni 10-20 kilovatlarda 4 million so'm atrofida chiqadi. Bu ham panellarning brendlari bor. Brendlarning o'zgarishiga qarab turib, narxi yo arzonroq yoki qimmatroq bo'lishi mumkin. Kafolat xizmati bormi? Servis xizmatimiz bor. 1 yil servis xizmat ko'rsatamiz. Bu Xitoy o'zidan berilgan kafolatlarni, ya'ni loyihaga tikib beramiz. Xitoy zavodi o'zi bergan kafolatlarini ko'rsatamiz.